Assalomu alaykum qadrli Hammaga assalomu yurtdoshlar. alaykum. Salom Koreya dasturimiz Dildora Hoshimova. Anvar Javharov bilan birgalikda. Navbatdagi sonimiz. Bugun seryozni masalalar bo'yicha gaplashamiz. Anvar Koreyaga kelayotgan talabalar uchun va Y9, Y7 Koreyada yashovchi o'zbek erkaklar uchun bu ayniqsa juda ham ko'p muammo. Bizda biroz advokatimiz bor, yuristimiz bor. Ko'p muammoli yigitlar telefon qilyapti. Shu masala bo'yicha gapirib o'tsangiz, qizlarga gap otib qo'yish, qizlarga nimadan ortiq nima edi? Telefonlarni ham juda ham bir 5-6 marta qilib telefon qo'ng'iroq qilish va videolarga olib qo'yish. Shu muammolar bo'yicha bafurja chiroyli o'zingiz tushuntirib bering. Albatta muhabbat Muhabbat mojarolari. Juda ham ko'p haqiqatdan oxirgi paytlarda mana yangi kelgan talabalar ham juda ham ko'p, ya'ni 2005-2006 yoshlarda asosan qoni jo'shgan deydi. Keyin Koreya madaniyatini yaxshi bilmaslik, ya'ni koreyslar bizda bilsanglar, qizlar doim o'zini olib yuradi-yu chekkaga. Yigitlar bilan iloji boricha muomala qilmaydi, lekin koreys qizlari birga o'qisa, masalan, do'stday qabul qiladi. Ya'ni o'zini do'stiday qabul qiladi va bu do'stday qabul qilish bolalar tomonidan meni sevib qopti masala. Bu narsa juda ham katta muammolarga olib keladi. Koreyada ya'ni eng asosiysi mana agar siz bitta qizga 3-4 martadan ko'p telefon qiladigan bo'lsangiz ham, demak, muammo bo'ladi. Ya'ni u sizni militsiyaga berishi mumkin va bu militsiyaga berish nimani hal qiladi? Siz qora ro'yxatga tushib qolishingiz mumkin. Bu degani agar siz bir marta ogohlantirishdan keyin yana bir marta agar shunaqa holat bo'ladigan bo'lsa, demak siz deportatsiyaga ham uchrashingiz mumkin. Koreyada ayollar huquqi va qizlar huquqi juda ham qattiq himoyalangan. Bizga hozir kelayotgan eng asosiy murojaatlardan biri metro masalasi. Metroga chiqqan vaqtda, tiqilinch vaqtda ko'pchilik ya'ni har xil holatlar bo'lishi mumkin. Har xil bir tushunmovchiliklar paydo bo'lishi mumkin. O'shaning orqasidan muammolar kelib chiqyapti. Va albatta nomeringizni bering degan vaqtda bolalar o'sha tegajonlik qilgandan keyin qizlarga nomerini ham berib qo'yapti va u qizlar ketgandan keyin borib sirazi prokuraturaga yozyapti va u bolalarning nomeri orqali uni topishyapti. Va 20 million 30 million won, bu degani bir 19-20 ming dollar shtraf, demak, undirilyapti. Mana shuning orqasidan juda ham katta bu ya'ni hamma dardi ichidagi masalada bu. Bu hech kimga ayta olmaysiz, lekin majbur to'laysiz. Va yana bittasi noqonuniy rasmga olish. Agar siz kimnidir agar rasmga olayotganingizni biladigan bo'lsa, ko'rib qoladigan bo'lsa, u qiz sizdan nomerini olish uchun sizga sal boshqacha qarab harakat qilishi mumkin. Ya'ni bu tuzoqda bu ham. Ya'ni nomeringizni olgandan keyin o'zi biladi u sizni. Bitta nomeringizni olsa bo'ldi. Koreyada nomer orqali hamma narsani topish mumkin. O'shaning uchun bunaqa holatlar ham bor va yana bitta o'zbeklarimiz ichida bo'layotgan holatlardan bizga ma'lumotlar kelyapti. Yotoqxonaga borib turib, qizlar orqasidan borib turib, yotoqxonada o'sha qizni masalan turish joyini aniqlamoqchi bo'lgan yo yotoqxonaga, qizlar yotoqxonasiga kirish holatlari bor. Va bu narsa mana o'tganda bitta universitetda shunaqa hodisa bo'ldi. Qizni ham xabari yo'q. Qiz bilmaydi hech narsa ma'lumot, lekin bitta bola kelib turib, yotoqxonani kodini terib ichkariga kirgan va kirgan vaqtida ustoz ko'rib qolganda, kim oldiga keldi desa, palonchi qizni oldiga keldim deb aytib yuborgan. Va tezlikda chiqib ketgan va u qizdan so'rashganda u qiz hech qanaqa xabari yo'q voqeadan va natijada u qizni militsiyaga berishga to'g'ri keldi. Ya'ni kimligi bilan bog'liq. Shuning uchun chunki kodigacha bilganlik holatlari bor. O'shaning uchun bunaqa narsalar juda ham katta muammolarga duchor bo'ladi. O'shaning uchun sizlar albatta yosh bo'lsanglar, qaysidir qiz bilan sevishishga harakat qilishlar yo boshqacha bo'lishi mumkin, lekin yo'nalishi boshqacharoq olishga to'g'ri keladi. Ya'ni muammoli holatga uchrab, shu bilan keyin Koreyadagi o'zingizlar statusinglar buzilib yo'qolib ketishi mumkin. Va juda ham ko'p mana ayollarimiz, qizlarimiz hozirgi kunda TikTokda, Instagramda, YouTube'da vlog yuritishyapti. Ana shu Koreyada yurgan insonlar har xil kommentariyalar, yomon kommentariy yozishga ham juda ham hushyor bo'lish kerak. Ya'ni Google orqali, Google nomerga ulangan bo'ladi. Agar ular ustidan yozadigan bo'lsa, обязательно u odamni topish mumkin. Agar o'qiyotgan bo'lsa o'qishidan, ishlayotgan bo'lsa vizasidan уже atmen bo'ladi va natijada sizni butun Koreya bilan bog'liq bo'lgan
maqsadlaringiz, umidlaringiz yoki bo'lmasam rejalaringiz hammasi puchga chiqadi. Siz deportatsiya bo'ladi yoki katta miqdorda jarima to'laysiz. Katta miqdorda jarima to'laysiz degani u vizangiz atmen bo'ldi, keyingisiga atmen bo'ldi degani. 2 milliondan oshiq shtraf to'lagan, mana ma'lumot o'rnida 2 milliondan ko'p shtraf to'lagan talabalarga odatda chiqib keting degan deportatsiya qog'ozi beriladi. Chulguk million deyiladi. Mana shu hujjat beriladi 2 milliondan oshiq. Endi bu jinoyat turiga qarab har xil, lekin biz mana tajribadan ko'ryapmiz. Mana advokat bilan gaplashganimizda ko'p holatda 2 milliondan oshiq jarima to'ladingizmi? Demak, katta ehtimol bilan muammo bo'ladi. 500 ming, 1 million, 1,5 milliongacha ko'rganmiz, kechiriladi. Boshqatdan unaqa ish qilmayman deysiz, lekin undan yuqorisi demak davlatdan chiqib ketishga. O'shaning uchun biz yoshlarga mana kelayotgan talabalar yoki ishchilar umuman olganda Koreyada eskidan yurgan talabalar, odamlar yaxshi biladi bu masala nimaligini, lekin yangi kelganlarga bu albatta videomiz foydali bo'ladi deb umid qilamiz. Qunt bilan eshitishga harakat qilinglar. Albatta. Kerak bo'lgan odamga bu juda ham yaxshi ma'lumot va keyin afsus qilmaysizlar. Shunga o'xshagan muammolaringiz bo'lsa, bizga aloqaga chiqsalaringiz, biz advokatimiz yordam beradi. Ilohim muammo qilmanglar. Keyin yana sizlarga nima ma'lumotlar qiziq bo'lsa, pastda kommentariyada yozib qoldirsalaringiz, shu ma'lumotlar bo'yicha sizlarga video tayyorlashga harakat qilamiz. Albatta, Salom Koreyadan uzoqlashmanglar, podpisatsiya bo'lib qo'yishni unutmanglar, sababi biz bundan keyin Koreya haqida yana yangi ma'lumotlar olib chiqamiz. Rahmat.